Audio Jungle. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Kimdir yoniga izhor qildi sevgisi, mayli ularga Xudoyim bersin baxtin. Ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh,
ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Birinchi sinf bitiruvchilarini munosib tarzda badiiy sahnamizga qarshi olamiz. Marhamat. Markazga O'zbekiston Respublikasining forislari bo'lgan birinchi sinf o'quvchilarini badiiy sahnamizga taklif etamiz. Show business olami. Azizlar, tinch patoq hayot kechiring deymiz. Zero oilang tinch, yurt farovon. Yurtning farovonligi esa albatta mamlakat barqarorligini ta'minlaydi. Kelajakda o'g'ilmi, qizmi, eng asosiysi barchamiz sog'lom farzandlarning mehridaryo ota-onasi bo'lishning oliy baxt barchamizga nasib ro'za yashini tilakdoshimiz. Azizlar, bugun albatta bitiruvchi o'quvchi yoshlarimizga uzoq bir baxt saodat tilaymiz. Kelgusi ishlarida albatta katta oliy dargohlarga o'qishlarga kirib, vatan uchun, yurt uchun xizmat qiladigan yaxshi bir kadrlar bo'lib, albatta mana shu kasblarni tashakkuri sifatida barcha ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu yerda o'tirgan o'quvchilar nomidan barcha ustozlarimiz uchun qalbimizdan samimiy muborakbod aytamiz. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, fayz, baraka, sihat, salomatlik tilaymiz. 11-sinf o'quvchilari nomidan Nodira Nurullayevani hamda Ramazonov Asliddin ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, barchamiz birgalikda O'zbekiston Respublikasini davlat madhiyasini birgalikda kuylaymiz. Marhamat.
Hasanot deymiz. Albatta 11-sinf o'quvchilarini tabriklash uchun Ma'naviyat ila davramiz markaziga 14-umumiy o'rta ta'lim maktabining direktori Qudratova To'xtayevadan tabriklar sahifasini eshitib qolamiz. Guldiroz Qarsagilar sadosati. Assalomu alaykum, hurmatli va aziz bitiruvchilar, hurmatli aziz ustozlar, ota-onalar, mana 1-sinf o'quvchilari, qolaversa qolgan sinf o'quvchilari ham shu yerda to'planib turibdi. Bugungi tantanali bayram butun respublikamiz bo'ylab o'tmoqda. Ana shu so'nggi qo'ng'iroq faqat bu 11-sinflarga taalluqli gap bilan sizlarni chin yurakdan tabriklayman. Dovonlar oshib 11 yil o'qib va nihoyat mana shu natijaga kelib keldilaring. Sizlarni mana shu qutlug' kun bilan chin yurakdan tabriklayman maktab ma'muriyati tomonidan, o'zim nomimdan. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Oldilaringda turgan davlat imtihonlarini eson-omon, sog' salomat a'lo baholarga topshirib, hammalaringni oliy o'quv yurtlariga kirishlaringni juda ham istaymiz. Oliy o'quv yurtiga kirish sizlarda oldilaringda turgan birinchi vazifadir. Shuning uchun ham vaqt g'animatligida sizlarga yana takror aytaman, mana shu oliy o'quv yurtiga kirish uchun tayyorgarlik ko'rib, yo'llaring ochiq bo'lsin, oydin bo'lsin, omadlaringni bersin Allohim. Alloh qo'llab-quvvatlasa nasib bo'lsa, mana shu yerdagi bitiruvchilarning barchasi oliy o'quv yurtlariga kirib ketadi. Yo'llaringni topib olinglar. Biz sizlarni qancha urishsak ham, qancha baqirsak ham, sizlar bizning farzandlarimizsizlar. Faqat sizlarga yaxshilik tilaymiz. Yaxshi kunlar uchrashish nasib etsin. Ilohim bir hammalaringning yo'llaring oydin, omadlaringni Allohim bergan bo'lsin. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman va mana shu bugungi bilan chin yurakdan tabriklayman. Rahmat. Ustozimiz yaxshi niyatlarga, yaxshi tilaklarga biz ham qo'shilib qolamiz. Bugungi yoshlarimiz uchun albatta insonni komil va odil bo'lishida u jihat juda ham muhim sanaladi. Birinchisi jahl chiqqanda o'zini bosib olish, ikkinchisi ham tashvish kelganda sabr toqat bilan chidash, uchinchisi esa xayrli ishlarga shoshilish. Albatta mana shu yerda o'tirgan barcha o'quvchilarimiz barcha sohalarda o'z kasbini yetuk mutaxassis bo'ladi degan umiddamiz. Barcha aziz mehmonlarimizga xush kelibsiz deymiz. Davramiz markaziga 11-sinflarni kuzatamiz va davramizga sahnaviy ko'rinishi uchun 11-A sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Marhamat. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab. Bayramni davom ettirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Albatta, tabriklar sahifasini mana shunaqangi musiqiy tarzda shoshilmagan holatda bayramga yana 1-2 marta chiqib yana qaytadan kirmaslikni iltimos qilgan bo'lardim. Abdurahmonov Asrbekni badiiy sahnamizga taklif etamiz. Bayramona tabrik bilan barcha ustozlarimizni, onajonlarimizni tabriklash uchun. Asrbek, assalomu alaykum. Bugungi bayramona kayfiyat muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz
ota-onalar va qadrli mehmonlar. Bugun biz uchun juda muhim va unutilmas kun. Bu bizning bitiruv tantanamiz. Yillar davomida bilim va tarbiya bergan muhtaram ustozlarimizga, doimo qo'llab-quvvatlab kelgan ota-onalarimizga rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Bahorning oxirgi so'nggi kunlari aytmog'im og'irdir, aytaman biroq umrimning birma-bir sanab yillari bugun chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Har yili kelar u takror va takror, yoshlik ketmoqdadir bizni aritib. Alamli erur bu ko'zda yosh qator, bugun chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum barchangizga. Yurtimiz kelajagi bo'lgan biz yoshlar bugun maktab bilan xayrlashib katta hayot sari yo'l olmoqdamiz. Bu yo'lda bizga bilim bergan, yo'l ko'rsatgan ustozlarimizga, mehribon ota-onalarimizga bosh egib cheksiz tashakkur aytamiz. Bugungi bayram nafaqat bizning, balki sizlarning ham mehnatingiz samarasidir. Hammangizni ushbu quvonchli bayram bilan tabriklayman.
m'attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout, il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, pareil n'attend rien autour n'a de sens et l'air est lourd, le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout, il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Il y a Düz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen. Do'stlaring qalbida mangu o'chmas xotirasan, aslo kelmagansan bizim sen. Qo'shiqlarim qanotida qolingsiz.
sinf o'quvchilarini albatta kuzatib qolamiz. Сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я. И купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная, детки, знакомьтесь с Юлей. И вот я словно тем лету за Юлей. Амурный клюбик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит и меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а подружку с одной. Hurmatli o'quvchilar, davramizga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar. Mana bugun 14-maktabning 11-B sinfning 11 yillik hikoyasi o'z nihoyasiga tobora yaqinlashib bormoqda. Shu fursatdan foydalanib, biz o'z sinfimiz bilan tayyorlagan ssenariy yo'nalishimizdagi mavzularimizni sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Birinchi kuni she'r bilan boshlashga qaror qildik. Muhammad Yusufning Oddiy muallimda oddiy muallim she'ri. Qadri bilinadi endi menga. Olis maktabimning o'sha behashan Navoiy kubizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Alisherni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimda oddiy muallim. Tuproqdek qanoat qilgan jonlar bor, ammo qanoatdek ulug'vor, hattoki Temurni tutgan tog'lar bor. Pirim deb etagim o'tgan zotlar bor. Qaysar Jahongirga yo'l ko'rsatgan kim? Oddiy muallimda oddiy muallim. Yo'qdan beruniylar binolar qilgan, Mashrabni mashhur dunyolar qilgan, Husaynni Ibn Sinolar qilgan, Abdullohning tilini burrolar qilgan, ilon o'ynatgandek so'z o'ynatgan kim? Oddiy muallimda oddiy muallim. Lekin bu hayotning nishsanchlaridan, o'qinsa ko'targan qo'ltiqlaridan, otadek ussaga qayg'uga botsa, boladek tug'ongan yutuqlaridan, uyquda shogirdin o'ylab yotgan kim? Oddiy muallimda oddiy muallim. Halim topolmadim bir do'st hamroh, halim ko'pdir, halim undan halimroq. Qancha ustoz ko'rdim, qancha oliygoh, olim topolmadim undan olimroq. Bola yuragimda bebaho tilsim, oddiy muallimda oddiy muallim. Yuzga kiraman men, Xudo xohlasa. 100 yildan keyin bir mo'min o'rtog'im ko'zim yumib jag'im bog'lasa, so'nggi manzil sari otlangan chog'im. Oddiy muallimda oddiy muallim. Kecha kunduz seni o'ylab, seni özledim. Ko'zimizga qaramlar, kunda izledim. Aşığımdan qo'shilsan, nega sezmedim. Kecha kunduz seni o'ylab, seni özledim. Ko'zimizga qaramlar, kunda izledim. Aşığımdan qo'shilsan, nega sezmedim.
qamalga ham yashaka osmonlardan keladi shirin bag'rida shaka go'zal qalam qashika qamalga ham yashaka osmonlardan keladi shirin bag'rida shaka nadardim nadardim so'raman sizga dardim shu kuzda ko'ngil berdim meni istab keldim nadardim so'raman sizga dardim shu kuzda ko'ngil berdim meni istab keldim. Voy bittasin ko'rib Qo'silg'an kezde qarz oldimdan sen Qabıldın ezdi Bilevde beri Qalmaya qalız Ortada dağın Bilik varız Жақында beri Tartıngan жоқсың Жүректер демі Жақыннан соқсын
Gözümle kara uyalma meni, jımıyıp kana karaysın tömün, bilevde beri kalmaya kalız, ortada tağın biriyik valiz, жақында beri tardıngan жоқсың, жүректер демі жақыннан соқсын. Argalıp beydi, kettin beğenip.
o'quvchilarga albatta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, mana shu kunga erishishga sababchilik qilgan onajonlarni tabriklash uchun 11-sinf o'quvchilarni albatta mana shu imkoniyatni 11-chi bitta tushib bizni shuncha tarbiyalab, yaxshi yomon gaplariga ham rozimiz. Bizning shu urushgan paytlarda ham xafa bo'lib, jahl qilsak-da, lekin ustozlarimiz hech qachon bizni yomon bo'lsin deb urishmagan. Shu davlatda aytishim mumkinki, bu maktabda alohida menga rahmat aytadigan ustozlarim bor. Eng mehribon, eng oqko'ngil domla Nodira tog'aylarga ming rahmat aytaman. Bizning biologiya ustozimiz Nargiza Xadriga ming rahmat. Mening shuncha odam bo'lsin deb hatto repetitorlardan o'zlari chaqirib olgan ustozim Matluba Domlaxonliyevaga ming marta rahmat aytaman. Va bizning maktabimizning boshi direktorimiz Qudrat opa To'xtayevaga kattakon rahmat aytaman. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Shu fursatdan foydalanib, men barcha domlalar va ustozlarimga rahmat aytmoqchiman. Barcha sho'xliklarimni ko'targanlaringiz uchun, barcha sizlar ko'nglaringizni og'ritgan bo'lsam, hammalaringizdan uzr. Shu kunga yetib kelishimga sizlar sababsizlar. Hurmatli maktab direktori Qudrat To'xtayeva. Shu paytgacha siz bilan norozichiliklar bo'lgan bo'lsa, o'rtamizda bino o'tgan bo'lsa, sizlardan ming uzr. Sinf rahbarim Nodira Nurlayeva, sizga ham rahmat, shuncha erkaklarni ko'tardingiz. Hamma domlalarga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Avvalambor hamma ustozlarga assalomu alaykum. Siz mana shu darajaga yetib kelganlaringizga, 11 yil mehnatlaringizni ayamay sarflaganlaringizga, barchasiga sizlarga 11-chi rahmatlarimizni aytamiz. Sizlarga juda ham katta sog'lik tilagan holda 11-chi sinf o'z chiqishlarini o'z nihoyasiga yetkazdi. E'tiborlaringiz uzr so'raymiz. Muhtaram prezidentimizni tabriklarini Qudrat opa To'xtayeva. Diqqat, hozir Eshon uzr. Hurmatli bolalar, 11-A sinf o'quvchilari, aslini domla olib kiring 11-A sinfdan. Hurmatli ota-onalar, sizlardan bitta iltimos. Ota-onalar, hali bu yakunida bo'ladigan narsa. Bu chekkaga o'tib turingizlar. Sizlar opalar, sizlarga aytayapmiz. Onajonlarimizdan iltimos qilamiz, davramizni tark etib turasiz. Bunday o'tib turingizlar. Yakuniy so'zni hali aytganimiz yo'q. Xudo xolasa aytiladi. Sovg'alaringizni berasizlar farzandlaringizga. 11-A sinf, marhamat o'rtaga. Bitta chiroyli musiqa qo'yib oling tezroq. Ustozlar yonini to'sib qo'ymaymiz, orqaroq kelamiz, ustozlar yonini to'smaymiz. 11-A sinf o'quvchilari. Yonboshdan turing, yonboshdan. Sen ham qizim. Nari qizim, ikkitadan turing. Hozir davlat madhiyasiga teng darajadagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning sizlarga bo'lgan tabrikni o'qib beramiz. Shuning uchun hurmatli ota
shu chiroyli so'zlarni eshitishga majburmiz. Tushunarlimi hammaga? Hammamiz eshitamiz. Hali yakunlangan emas, lekin vaqtimiz juda qisqa qolgan. Shuning uchun ham vaqtdan unumli foydalanamiz. Prezidentimiz shunday so'zlar bilan boshlayapti. Ey, jim turamizmi yo'qmi? Jim turaylik. Gapirmanglar deb aytdim. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas, quvonchli voqea, maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Ushbu shukuhli ayyomda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktabda mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz shu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu-umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il-qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan kuch-g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11.500 nafardan ziyod farzandlarimizga, 2000 dan ortiq kumush medal sohiblariga, o'qish va izlanishlarida, jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak, namuna bo'lib kelayotganliklari uchun alohida tabriklar va tilaklarimizni izhor etamiz. Ta'limning barcha bo'g'inlarida o'quv tarbiya ishlarining sifati va natijadorligini oshirish, bitiruvchi yoshlarimizga tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim, dasturlar, elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Sizlarni ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqila foydalanib, yoshlik faslining oltinga teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligi, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qiladigan yetuk kadrlar, ongli va oliyjanob insonlar bo'lib xalqimizga sidqidildan xizmat qilasiz deb ishonaman. Shuni aslo unutmang. Odamzod hayotda munosib o'rin topishi, el yurtning hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lishi uchun milliy va umuminsoniy qadriyatlarni egallab, doimo oldinga intilib yashasi, izlanishi va o'rganishdan aslo to'xtamasligi kerak. Halol va mashaqqatli mehnat, ilmga, kasbga, ota-onaga, oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi. Uning hayotini fayzli va charog'on etadi. Aminman, sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, turli sohalardagi yutuqlaringiz yangi O'zbekistonni yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy asoslarni barpo etishda beqiyos hissa bo'lib qo'shiladi. Sizlardek o'z ichiga kuchiga ishongan qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz, ota-onalaringiz, butun xalqimiz faqat ezgu yoshlar va yorqin natijalar kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilanish yaratishdan aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Aziz o'g'il va qizlarim, Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Demak, ko'ryapsizlar, prezidentimiz sizlarning hayotlaringizga, sizlarni uchun hech qachon befarq emaslar. Mana shunday yoshlar bo'lib yetishishga harakat qilishimiz kerak. Hozir 11 sinflar joyingizdan qimillamay turasiz. Boshlang'ich sinf o'quvchilari sizlarga tayyorlab kelgan programmani aslidan o'g'limiz e'lon qiladilar. Mana shuni ko'ramiz va keyin yakunlaymiz. Marhamat. Biz maktabimiz Ana kızım,
Davraga qarab turib yur, rachi. Sar bo'ling,
bilan nazlanib gülüm gelsin. Gelse gelsin, yarım gelsin. Anlatayım bir aydi canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin. Kışla bilan nazlanıb gülüm gelsin. Yaşardı laflarımız. Gelse gelsin, yarın gelsin. Anlatayım bir aydi canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin. Şuna bilen nazlanıp gülüm gelsin. Gelse gelsin, yarın gelsin. Anlatayım bir aydi canım gelsin. Gelse gelsin, balım gelsin. Şuna bilen nazlanıp gülüm gelsin. Thank you.
marhamat, yigitlarimiz hurmatiga barchasiga marhamat. Barcha 11-sinf o'quvchilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta kelajakda davramizni kattaroq ochib olamiz. Iltimos qilamiz 11-sinf o'quvchilari. Direktorni oldini ochib olamiz, ustozlarning oldini ochib olamiz. Ko'tarsın ağzım aka. Kızı ko'tarsın. Kızı ko'tarsın. So'nggi qo'ng'iroqni chalish uchun 11-sinfning eng namunali o'quvchilari chalib davom ettiradi.
O'quvchilar, o'zi bugungi tadbirimiz Xalq ta'lim vazirligi tomonidan soat 8 dan 9 gacha bo'lish kerak edi. Mana va nihoyat soat 9:00 bo'ldi. Shu bilan bayram tadbirini yopiq deb e'lon qilamiz. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, eson-omonlik tilaymiz. Hech qanaqa raqs o'yinlar bo'lmaydi. Bo'ldi endi. Qolgan mayda sinflar hammasi darsxonaga kirib, darslarini davom ettiradi. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik bo'lsin. Hech kim kafe barlarga, o'tirishlarga borishi qat'iy ravishda taqiqlanadi. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, ota-onalarga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat. Qo'shig'i bilan davramizdan kuzatib qo'yamiz. Marhamat, barchaga chiroyli tabassum, samimiy niyatlarni bildirib qolamiz. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.